30 sekund ichida qaysi отжимание qo'lning qaysi qismiga ishlashini bilib oling. Oilamiz 50 mingta bo'lishiga oz qoldi, shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Birinchi ikkita mashqimiz qo'lning pastki qismi, ya'ni bilaklar uchun. Meni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va uni saqlab oling. Ikkinchi mashqimiz bitsepslarni yorib mashq. Agar buni qilib ham bitsepslaringiz kattarmasa, sizga hech narsa yordam bera olmaydi. Va oxirgi mashqimiz qo'lning orqa qismi uchun legendarniy almaz отжимание. Men dunyodagi eng foydali mevaman. Menda barcha vitaminlar mavjud. Meni har kuni iste'mol qiling. Farzandingiz doim yolg'on gapirishiga asosan shu 3 narsa sabab bo'ladi. Birinchisi jazodan qo'rqish. Bola rostini aytsa, urushishadi yoki jazolashadi deb o'ylaydi. Shuning uchun muammodan qochib yolg'on gapiradi. Ikkinchisi e'tibor tortish yoki maqtov istagi. Ba'zi bolalar e'tibor kam bo'lsa, o'zini ko'rsatish uchun voqealarni bo'rttirib gapirishadi. Uchinchisi o'zini himoya qilish. Bola xato qilganini tan olsa, uyaltirishadi yoki yomon ko'rib qolishadi deb o'ylaydi. Shu sababdan obro'sini saqlab qolish uchun yolg'on gapiradi. Agar farzandingiz yolg'on gapirishni to'xtatishni xohlasangiz, bu videoni ustiga bosing. Baqirib tarbiyalangan bolaning miyasi rivojlanmay qoladi. Ma'lum bo'lishicha, baqirib tarbiyalangan bolada duduqlanish va nutq rivojlanmay qolish muammolari kuzatilgan. Yetmaganiga siydik tutolmasligi holatlari asosan baqiriq bilan tarbiyalangan bolalarda uchrashi isbotlangan. Tarbiyada xotirjam, vazmin va muloyim bo'lish kerak. Chunki bolaga har kuni baqirsangiz, uni shaxsiyatini buzib qo'yasiz. Agar siz juda ham asabiy ota-ona bo'lsangiz, maslahatim oddiy magniy iching, hammasi zo'r bo'ladi. Sog'liq haqida shunaqa foydali ma'lumotlarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling. Shu bitta mashqdan keyin ovozingiz boshqalarga yoqishni boshlaydi. Bu Q va X mashqlari. Q mashqi. Labingizni xuddi oldinga, ya'ni trubichka singari cho'zasiz. Q. Q. Navbatdagisi esa X mashqi. X. X. Endi ikkalasini birdaniga bajaramiz. Men bilan takrorlang. Q, X. Q, X. Q, X, Q, X. Bu mashqni naqd 30 marotaba bajarasiz. Natijada sizning og'iz va lab mushaklaringiz yaxshiroq ishlashni boshlaydi. Talaffuzingiz esa anchagina o'zgaradi. Yanada foydali mashqlar uchun obuna bo'lishni unutmang.